O'zbekistonda 23-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 23-iyul kuni havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 32-34 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-36 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechasi biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi deyilgan xabarda.